Olmaylar, tomoshabinlar. Bu kuni mana shu chuqur. Hozir avtobus o'tib ketsin. Bu kuni mana shu chuqurni ko'mdik. Ko'mib qo'ydik. Mana shu chuqurni ko'mib qo'ydik. Mana endi baq boshladi. Bu nima qiliq? Asfalt qo'yganlaringni iltimos nima qilinglar? Sal insof bilan qilinglar, asfalt qilganlaringda. Qaranglar. Endi baq chuqur bo'ldi. Bu yo'l nimaga kiradi? Vazat, Shiroz to'yxona, keyin eski Magnit magazin. Bu yo'l nimaga boradi? Quvasoyga yo'lga chiqadi. Quvasoyga chap tarafga, o'ng tarafga Senter, Yormozor, bunaqa joylarga boradi. Sentralniy bu masjid sentralniysi. Manzil Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Akadiriy ko'chasi bo'yicha mana yo'lda mana shunaqa narsa turibdi. Mana eslaringlar bo'lsin, mana nima edi? Eski bozorcha, Yayma bozor keyin baqa ko'chirildi. To'g'ri borsalaring, mana shu yo'ldan to'g'ri borsalaring, Kotelniy temir yo'l, Bijbola 8-mart. Iltimos, mazkur nimalar, meni ko'rganlar, mana shu yo'lni ta'mirlab qo'yinglar. Davlat tomonidanmi yoki bironta saxiy nima inson chiqib qolsa, ta'minlab qo'yinglar iltimos. Bu kuni uni yo'lni ta'mirlab qo'ydik biz, chuqurda ko'mib. Men dicha ko'mdim, keyin yana kelib, mana ko'mib nima tekizlab qo'yishdi uni. Endi mana shag'al bo'lib, aqa-baqa chaylayapti. Endi u taraf boshlandi. Iltimos